Dada, çöçek anlayma. Mon çöçek etip Boludu balam, boludu. Ben sana ço, hazırlam, dilalar çöçeklerini koyup bere ya. Omaklarım, keşkinler hayırlı olsun. Sizler bilen yana yüz görüşkenlikimden tolum xushalman. Ben bugün sizlerge xasiyetlik taş degan çöçekni aytib beraya. Burunqi zamanda Baxti ismli bir yigit o'tgan ekan. Kunlarning birida uning onasi tugab ketibdi. Ancha o'tmay dadisimu og'ir kasal bo'lib yetib qopdi. U jon uzish oldida Baxtini qishig'i chaqirib, sanduqning tagidan saqadek bir toshni elib: "Balam, bu xasiyetlik tosh. Mendan san qoladigan miros mushu. Men begning itizi ishlab yurgan kunlarning birida usab ketib suv ishkilib buloqqa bordim. Qarasam, buloqda bir nimjon beliq laylab yuribdikan. Beliq ichim og'rib, har kuni non tashlab berib saqaytgan edim. Bu toshni ana shu beliq menga buloqning tigidan ochiqib berdi. Beliq toshni berib etib, sen menga ko'p yaxshilik qilding. Yaxshilikqa yaxshilik. Bu toshni ol, esingda ching saqla. Bu dunyodagi 77 xil do'ridan yasalgan tosh. Jini tenidan chiqmagan har qanday kasalga mushu toshni chayqab suyun ichirsa, salla mazo saqiydi degan edi. Men buni unutib qopdiman. Endi esimga keldi. O'zimga ishlatmayman. Chunki saqiyib yana bayning zulmini, yo'qsizlikning dardini tortishni xohlamayman. Debdi-da, toshni Baxtiga berib, jon uzibdi. Baxti baylarning zulmini ko'p ko'rgashga, kambag'al yo'qsullarga jon kuyar yigit bo'lib o'sibdi. Kambag'allardan kim og'rib tortib qolsa, hech qanday qaqalmay, ularni xasiyetlik tosh bilan saqaytib qo'ydi ekan. Kambag'allarmu Baxtini nihoyat yaxshi ko'radi ekan. Uningdan xabar topgan bag toshni qo'lga kirgizishning qo'yig'i kiribdi. Bagning qor niyatini bilgan Baxti boshqa yurtga bosh elib ketibdi. U necha kunlab yo'l yuribdi. Yurgandimu mo'l yuribdi. Tog'larni eshib, cho'llarni besib, daryolarni kechibdi. Shundoq mengib kelib etib, yo'lda yerim jon bo'lib yotgan bir chashqanni ko'ribdi va "Saqaytib qo'yayjimu" deb o'ylab, belidagi qopqidan suv ilib, toshni chayqab chashqonga ichirgan ekan, o'lar holatda yotgan chashqon shu hamon silkinib qopib, bir oylinibdi va suvonga kirib: "Oziq izlab yurgunimda bir g'arva besib ketib, meni qo'ydi bu holga. Qutuldirding yigit meni o'limdan. Nima kerak sana etqin ko'nglingdan?" debdi Baxti. "Kerak emas sendan menga hech nima. Ket uvanga meningdan sen g'am yema" deb yo'liga mengibdi. Ammo chashqon Baxtining oldiga o'tib: "Ketib borsam ot tasidi bilimdan. Bak qiynaldim, jinim chiqmay tenimdan. Kelib o'lay deganimda jon berding. Tortinmag'in, nima kerak meningdan?" deb bir tal tukuni Baxtiga berib, ko'zdan g'oyib bo'ldi. Baxti tukni elib yo'lga ravon bo'ldi. Yana xeyli ko'p yo'llarni bosgandan keyin oldida to'lg'inib yotgan bir nimjon yilon uchrabdi. Baxti uningga xosiyatli toshning suyini ichiribdi. Hayal o'tmay, yilonmu sallamasa saqiyibdi. Saqiyibdi-da, quyruqi bilan tik ko'tarilib, Baxtiga qarab mundaq debdi: "Ketib borsam ot tasidi belimdan. Bak qiynaldim, jinim chiqmay tenimdan. Kelib o'lay deganimda jon berdim. Tortinmag'in, nima kerak meningdan?" Baxti yilonga qarab: "So'ramayman yilon sendan hech nima. Xo'sh qol amdi, sen meningdan g'am yema" deb mengibdi. Baxti ikki chamdan mongmayla yilon Baxtining oldini to'sib:
so'ramasang hech narsani meningdin. Birdam to'xta, sana beray tilimdin. Ig'ir kunlar tushar bo'lsa beshingga, ko'ydir tilni, men baraman qishingga. Deb tilini uzib, baxtiga berib ketibdi. Baxti bunimi po'tisiga tugibdi-da, yo'lini davom qilibdi. U yana manzil eshib ketib borsa, bir narsaning g'ung qilgan ovozi anglanibdi. Ammo o'zi ko'rinmagudek. Shunda qarasa, qanotsiz bir hara uchalmay pirqirab yotqudek. Baxti hariga xosiyatli toshning suyini ichiribdi. Hara birdamdil qanot chiqarib, baxtining beshidan necha aylanib uchibdi-da, mundaq debdi. Qamcha tegib ayrilg'ashqa qanotdin, parvoz qilib uchalmasdan yotatdim. Qanot berib qutuldirding azobdan, tortinmag'in nima kerak etmandin. Baxti: kerak emas sendan menga hech nima, gul terib yeb, alga hasal beriva. Deb o'z yo'liga mengibdi. Ammo hara beshida g'o'ng'ildab billali uchib kelayotgudek. Baxti to'xtabdi. Shu chaqda hara: to'xtab turg'in, sabr qilib odamzod. Hech bo'lmasa yulib beray bir qanot. Ig'ir kunlar tushar bo'lsa beshingga, shuni ko'ydir, men boraman qishingga. Deb uchib ketibdi. Baxti yana o'z yo'liga ravon bo'ldi. Bir jazirada ketib borsa, o'zi quramliq bir yosh yigit yo'l ustida ingrab, oh chekib yotqudek. Og'riq azobidan rangi burishib, ko'zlari o'ltirishib, qalpoqlari gaz bog'lab ketibdi-dek. Buni ko'rib, baxtining yuragi echishib ketibdi. Darhol toshni chayqab, suyini ichirgan hamon umu sallamaza saqiyibdi va baxtiga ko'p rahmat aytibdi. Birodar, meni o'limdan qutuldirding, debdi yigit. bu yaxshiliging uchun sana umrvoyat qul bo'laman. Men ota-onasiz bir yetim musofirman. Boshqalarni qul qilishni xohlamayman-jumu. Agar sana ma'qul kelsa, umrlik do'st bo'laylik-ku. Baxtining bu taklifi yigitga ma'qul kelibdi. Ikkisi do'st bo'lib yo'lga tushibdi. Tapqinini tanglab, tog'-davon, cho'l jaziralarni besib o'tib, bir cho'ng shaharga kelibdi. Bu shahar podshohining bir qizi bo'lib, 15 yildan beri eg'ir kasal ekan. Podshoh qizini to'limi yaxshi ko'radi ekan. Uning qilmagan amali ko'rsatmagan tevib qolmabdi. Qiz faqat saqaymabdi. Oxir podshoh: agar kimdikim qizimni saqaysa, shu kishiga qizimni ham podshohligimni beraman, deb o'zining qo'l ostidagi joylarning hammasiga jakar chiqaribdi. Lekin bu kasalga davo topadigan kishi texich topilmabdi. Bu ahvolni uqqandan keyin yiliqi yigitning niyati buzilibdi-da, baxtining xosiyatli teshini o'g'irlab, to'p-to'g'ri o'rdiga berib, podshohga: qizingizni men saqaytaman, debdi. Podshoh xushalliqdan qin-qiniga patmay, yigitni qizning hujrasiga boshlab kiribdi. Yigit xosiyatli toshni chayqab, suyini og'ziga temitgan ekan, qiz sallamaza saqayib ketibdi. Podshoh qo'l ostidagi vazir o'limalarga darhol to'y tayyorlik qilish to'g'risida buyruq beribdi. Bu xabar birdamdan butun shaharga pur ketibdi. Ahvoldan xabar topgan Baxti nihoyat g'azablanibdi. Biroq yiliq saxtbas do'sti podshohga kuyovg'il bo'lish oldida turganda, uningga qandaqmi kuchi yetsin? Buni o'ylab besh qetib turganida birdalla yo'ldagi choshqon, yilon, harlarning bergan sovg'alari esiga tushibdi. Baxtida umid paydo bo'libdi. Choshqonning tukini ko'ydirgan ekan, hayol o'tmay choshqon hozir bo'libdi. "Beshingga nima kun tushdi?" deb so'rabdi choshqon.
Baxti beshidan o'tgani aytib beribdi. Chashqan ahvolni uqqandan keyin tong otganda tosh qo'lingda bo'ladi deb chiqib ketibdi. Baxti tosh qo'limga kirsila yana bir amal qilaman deb o'ylabdi. Bir chaqda uyda vichirlagan ovoz paydo bo'libdi. Qarasa chashqan Baxtining oldiga kelib, og'zidan toshni chiqarib, xo'shlashib, ko'zdan g'oyib bo'libdi. Baxti yilonning tilini ko'ydirgan ekan, darhol yilon paydo bo'lib Baxtiga: "Mendan sana qandoq yordam kerak?" debdi. Baxti bo'lgan ahvolni aytibdi. Yilon bir oz o'ylanib: "Sen podshohning qizini olasan, podshohmi bo'lasan. Buning uchun oldi bilan toshni elib qashqan qiraqchini zahirim bilan chiqib o'ldirman. Ondan keyin podshohning qizini chaqaman. Uning sening qo'lingdagi xosiyatli toshdan boshqa hech narsa saqaytolmaydi" debdi. Bir osh pishim vaqt o'tar o'tmayla butun shaharda podshohga kuyovul bo'lgan yigit o'lib, qizi yana burunqi kasalligiga kelib qopdi degan so'z tarqalibdi. Atsi jakarchilar yana ko'chima-ko'ch yurib, podshohning farmonini anglatibdi. 3-kuni Baxti o'rdiga berib, podshohga qizni saqaytirganligini aytibdi. Podshoh uni qizining hujrasiga kirgizibdi. Baxti qizni saqaytibdi. Qiz bu kelishgan ziyrak yigitni ko'rib, oshiq bo'lib qapti. Baxtimi qizga oshiq bo'lib qapti. Ular sirdishib, mo'ngdishib, xo'shal-xo'ram podshohning oldiga kiribdi. Amaldorlari o'zaro maslahatlashib, Baxtining kambag'alligini bahona qilib, podshohning va'dasidan qaytarmoqchi bo'libdi. Podshoh boshdagi fikridan qaytib, Baxtiga nurg'un mol-dunyo bermoqchi bo'libdi. Buni anglagan Baxti, malika va shahar xalqi podshohga qattiq norozi bo'libdi. Xalqning noroziligini anglab, podshoh bilan amaldorlar andishiga tushibdi. Shuning bilan ular kengashib, "Bu yigit teviblikda tangish yo'q ekan. Biroq yurt so'rig'idek aqli bor yo'qligini sinaymiz. Buning sharti ot va hamma jabduq saymonlar o'xshash bo'lgan 40 mapini yigitning oldidan o'tkazimiz. Malikaning qaysi mapida ekanligini topa olsa, burunqi shartni ado qilaylik" debdi. Baxti podshohdan butun shahar xalq oldida va'da elib, bu shartni qabul qilibdi. Harining qantini ko'ydirgan ekan, shu hamon hari kelib, Baxtining beshiga qo'nibdi. Hara Baxtidan ahvolni uqib: "Sen g'am qilma. Men bilan o'tganda men qaysi otning beshida uchib yursam, shu mapini tuta" deb uchib ketibdi. Bu chaqda jarang-jurung qilib, biri-biriga o'pma o'xshash 40 map kelyotgudek. Baxti ko'zini o'pdan o'lib etib, mapilarga qitilgan otlarga zan qo'yib qarabdi. Bir mapi o'tibdi, 2 mapi o'tibdi. Hara ko'rinmabdi. 20-30 mapimi o'tib bo'pti. Baxti jim turg'udek. Maydonga yig'ilgan xalqlar hayajonga tushibdi. Baxtimi andish qilishga boshlabdi. 38-mapimi o'tib ketibdi. 39-mapi oldidan o'tib ketib borganda, otning beshida g'o'ng'ildab uchib ketib borgan harini ko'ribdi-da, Baxti yugurib berib mapiga chiqibdi. Qarasa, mapining ichida malika o'ltirg'idek. Baxti mapini udul o'rdi qarab paydabdi. Maydonga yig'ilgan xalqmi mapining orqasidan agishib mengibdi. Podshoh butun xalq oldida bergan va'dasidan yanolmay, taxtdan tushib, Baxtiga podshohlikni o'tkazib beribdi. Baxti 40 kecha kunduz to'y qilib, malikini opdi va adolat bilan yurt so'rabdi. Kichik do'stlar, yaxshilikqa yaxshilik degan so'z haqiqatanmi to'g'ri aytilgan. Cho'chakdagi Baxtining oq ko'ngilligi, yaxshiligi oxirida uning murod maqsadiga yetkazdi. Bizmi Baxtining bu ruhini o'zimizga ulgu qilib, boshqalarga yordam qiladigan oq ko'ngil bola bo'laylik, ha? Kash bo'lib ketibdi o'moqlarim.
Әмісә, балдар ұқлаңла. Әтімі şu vaqtda Dilala Ünnidar salonda көрішейлі. Tatlıq düşlər sizlərə həmrah bolsun.